إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Barcha maqtov hamd sanalarimiz alamlarning Robbisi, xo'jasi bo'lgan, o'zgina ibodatga loyiqli, ma'bud bil haq bo'lgan zot Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga bo'lsin. Hamda bizning salom shariflarimiz hamda barcha salovatlarimiz onun haq bo'lgan elchisi oxirgi payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Robbimiz Alloh subhanahu va taolo shu kunlarimizni muborak kunlardan qilib Şu qishlarni Robbimiz Alloh subhanahu va taolo xayrli, muborak qishlardan qilsin inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo bizni shu dunyoda bor etdi. Ham adam bolalarına Robbimiz Alloh subhanahu va taolo shunday surat, shunday ravish berdi. Alloh subhanahu va taolo bizni shu dunyoga bor etgach, bulaygina qoldirmagan, balki bizga rizq bergan, ni'matlar bergan, bizning uchun Robbimiz Alloh subhanahu va taolo g'alamda bo'lgan barcha narsani da xoliq qilgan. Allohgina tugul Robbimiz Alloh subhanahu va taolo barcha g'alamlarni biz ko'ra turgan, ham biz ko'rmay turgan g'alamlarni bor etuvchi, tarbiyalab turishi buyuk ham ulug' bo'lgan zot. Ham Robbimiz Alloh subhanahu va taolo adam bolalarin tikmagagina, qiziq ishingina, o'ynabgina shu dunyoga bor etmagan. Balki zo'r ham ulug' bo'lgan maqsad bilan Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bizni shu dunyoga yaratdi. Ham shunga ko'ra har bir adam bolasi o'ylanirga ham fikrlarga tegish. Ni uchun u shu dunyoga kelgan? Ni uchun shu g'alam bor? Ni uchun shu g'alamda bo'lgan mana shunday harakatlar bor? Ni uchun bularning butunisi? Ni uchun biz yashaymiz? Bizning turmushimizning maqsadi narsada? Har bir kishi o'ylanirga tegish. Kim shu narsa turida o'ylana boshlar ekan, fikrli boshlar ekan, tilasan endi kitoblarni axtarmasin. Balki aning Robbisi, aning xo'jasi, aning tarbiyachisi bo'lgan Robbisi Alloh subhanahu va taolaning so'zlarini, kitobini ko'z solsin, ham quloq solsin. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Qur'oni Karimda ni uchun adam bolalarin yaratganligi haqida, bor etganligi haqida oshiqdan-oshiq bayon etdi. Aning uchun Allah endi kitoblarni da o'qisi, izlisi tugul ekan. Allah qo'ylarga borasi da tugul ekan, balki qarshingda turgan shu kitobni Allah subhanahu va taolaning so'zlarini o'qisi, ham shunda adam bolasi ni uchun shu dunyoga bor etilganini anglaydi. Ni uchun shu g'alam bor etilganligini anglay boshlaydi. Chunki aning xo'jasi Robbisi ani bulaygina qoldirmagan. Ani qiziq uchun bor etmagan. Balki zo'r maqsad, ulug' maqsad unda bo'lsa Robbisi Alloh subhanahu va taolaga ibodat qilar uchun Robbimiz Alloh taolo adam bolalarini bor etgan ekan. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda afa hasibtum annama khalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un. Siz o'yladingizmi ey kishilar,
biz sizni bulay gına kızık için, oyun için gına bar ettik dip. Hem siz uylaysizmini, siz buna kiri eylenip qaytma yaşap biz dip uylaysizmini dip Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de beyan eder. Yani eğer de adam balasının şu dünyada yaşamının maksatı aşıp işip, kumul aşıp günlerden bir günde şu dünyanı kaldırıp tuzanga eylemi güne bula iken bunun bir ninci mağnası da bulmuyor. Bunun bir ninci mağnası da bulmuyor. Hayvanlar şunun için yaratılgan. Hayvanlar şulay öyle de tufrakka eylene de bitti gitti. Ama de lakin adam bolaları akıl bulgan zotlar dibeytik. Akıl iyeleri adam bolaları alar kızık işingine, oyun işingine bar itilmegenler. Hem alaygına da tugul Allah subhanahu wa ta'ala ve ennekum ileyne la turcaun dip uylaysizmini di. Yani siz mena kiri eylenip qaytmayacak biz, qaytmayacakmın dip uylaysizmini dip Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Eğer de adam balası yok, öldüm de bittim dip kana uylayken demek o yanlış yoldan barar. O turmuşunun maksatını anlamagan. Onun için şu dünyada yaşaganlığın anlamagan. Hem Allah subhanahu wa ta'ala kitabında Zariyat suresinin 56. ayetinde adam balalarının ni için yaratılganlığı hakkında açıktan açık beyan etip وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Min cinlerini hem kişilerini barıtik mena gına ibadet kılsınlar için halık kıldım, barlıkka getirdim, yarattım dip Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala beyan eder. Demek hürmetli cemaat bizning javobimiz shu so'rovga. Ne için biz shu dunyoga kelganmiz? Ne için biz shu dunyoga bor etilganmiz? U Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga ibodat qilib. Nindigina kishi bo'lsan da sen Rabbing Allah Ta'alaga ibodat qilirga tiyirsin. Demak bizning shu dunyoda bo'lgan maqsadimiz dünya zinnetlari ortidan quvuda tugul, boylik ortidan quvuda tugul, xotin qizlar ortidan da quvuda tugul, o'zimizning shahvatlarimiz ortidan da quvu tugul. Bizning shu dunyoda bo'lgan maqsadimiz belgili bir zo'r darajalarga erishishda tugul, balki eng birinchi ishroqda ul Rabbim Allah subhanahu wa ta'alaga ibodat qilib, Allah subhanahu wa ta'alani ulug'lav, Allah subhanahu wa ta'alani buyuklav, ham Rabbim Allah subhanahu wa ta'alani bir deb tanib. Mana bizning maqsadimiz. Hamma shu maqsad osha Rabbisi Allah subhanahu wa ta'ala mu'min musulmonlarga yo'l osha, shu dunyoda da sen kasb qilding, shu dunyoni da sen olib bor, ham oxiratingni da unutma. Ya'ni kishiga shu dunyoda da o'rin bor. Allah Teala aytadi, biz sizga shu dunyoni bor etdik, dunyo ne'matlarini qo'llaning'iz deydi. Hamma lekin qo'llangan vaqtda da biz buni ibodat ekanligini ham Alloh Teala ni ravishda qo'shgan ruxsat etgan, mana shularga to'yanib biz o'zimizning dunyamizni da olib boramiz. Hamma shu da ibodat bo'ladi. Hamda endi Alloh subhanahu va taolo qo'shunda eng zo'r ibodat, eng buyuk ibodat, eng ulug' ibodat ul Rabbimiz Allah subhanahu va taoloni birlav. Onu bir deb tanib. Bu eng zo'r ibodat jamoat. Allah subhanahu va taolo bir deb tanib, Rabbimizni bir ilah ettirib, bir ilah deb tanib, bu Allah subhanahu va taolo qo'shunda eng zo'r ibodat bo'lib sanaladi. Shunga ko'ra islom bag'anasining eng birinchi bag'anasi da shahadat kalimasi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Ya'ni shahidlik ketiram, Alloh taoladan boshqa ibodatga loyiqli bo'lgan hech bir ilah, hech bir Alloh, hech bir zot yo'q, bor tek birgina Alloh subhanahu va taolo. Ham mana shu so'z bilan adam bolalari islom diniga kiradi. Ya'ni shu so'zni aytgandan so'ng kishi musulmon bo'ladi. Ham musulmon bo'lg'ach, mu'min bo'lgan kishining eng zo'r xiyollarining birisi u mana shu so'zlar bilan oxiratga ko'shish. Chunki shu so'z bilan kishi islomga kirsa, ham oxirgi so'zi shu so'z bo'lsa, u jannat ahlidan bo'ladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadislarida bayon etadi. Kimning oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lar ekan, uning jazosi bor, tik jannatga dedi.
Başka hadislerde ana cehennem otu haram bulur dedi. Yani bu her bir mümin Müslümanın niyeti, hıyali deb aytdik. Hamda Allah subhanahu wa ta'ala barchalarımızga da ahirgi so'ngishlarımızda naq mana shu so'zlarni aytib dunyo bilan xo'shlashishga nasib etsin. Chunki bu Alloh taolo qo'shida eng zo'r, eng buyuk ibodat jamoat. Ham butun payg'ambar, butun ilshi naq mana shu so'z bilan keldi. Butun payg'ambar, butun ilshi la ilaha illalloh deb shu so'zga chaqirdilar. Ey qavmim, ey millatdoshlarim deb har bir payg'ambar kela edi. Siz Alloh taoladan boshqa narsaga g'ibodat qilmag'iz, ularga topilmag'iz, bordik bir Allohni gina ilah ettirib tanig'iz, bordik anga gina g'ibodat qiling'iz, uni tinglag'iz, anga bo'ysunig'iz, anga qarishmag'iz deb har bir payg'ambar, har bir elchi shu so'z bilan keladi. Ham bu Alloh subhanahu va taolo qarshisida eng zo'r vajib ul Robbimiz Alloh taolani bir deb tonu. Ham Alloh subhanahu va taolo qarshisida eng zo'r gunoh unnat bilan Alloh taolaga tengdosh qilib, shirk qilib, Alloh taolo qarshisida eng zo'r gunoh. Yani Alloh taolo bilan bir ratdan tog'in boshqa narsaga sen g'ibodat qilasan ekan, tog'in bir narsani sen ulug'laysan ekan, iloh deb tobasan ekan, iloh deb taniysan ekan, bu Alloh subhanahu va taolo qarshisida eng zo'r gunoh bo'lib sanaladi. Shunga ko'ra endi har bir mu'min musulmon shu so'zlarni bilirga tegish, shu so'zlarni anglarga tegish, shu so'zlar bilan yasharga tegish, o'zining amallarini da shu so'zlarga to'g'ri keltirib, muvofiq qilib dunyosini olib borga tegish. Hamda endi bu so'zlarning ma'nosi da Alloh taoladan boshqa g'ibodatga loyiqli bo'lgan hech bir iloh yo'q degan ma'noda. Ya'ni o'lg'ina g'ibodatga loyiqli. Ningki g'ibodat turlari bor, borisina da birdan bir bo'lgan Robbimiz Alloh subhanahu va taolo loyiqli. Boshqa narsalar g'ibodat qilinirga loyiqli tugul. Ham kimda kim biror tur g'ibodatni Alloh taoladan boshqa narsaga yo'nalta ekan, demak u eng zo'r gunohni ishlaydi. Eng zo'r xato bilan xatolana, eng zo'r yolg'ishlik qiladi. Chunki boshqa narsalar g'ibodatga loyiqli tugul. G'ibodatga loyiqli birdan bir bo'lgan ilohimiz, bizning Robbimiz, tarbiyachimiz, bizga ne'matlar beruvchi, bizga yordam etuvchi, bo'lishuvchi, jannat ham jahannamni bor etuvchi Robbimiz Alloh subhanahu va taolo. Shunday Alloh subhanahu va taolo qarshisida boshqa tur g'ibodatlar da bor. Hamda ikkinchi eng zo'r g'ibodat u kunina 5 vaqt namoz o'qish. Bu islom dinining ikkinchi bag'anasi. Bunun uchun Robbimiz Alloh subhanahu va taolo bek zo'r ajr savoblar va'da etadi. Hatto bir hadisida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zining sahobalaridan so'raydi: agarda sizning yurtingiz qarshisida bir yilga bu og'ib o'ta ekan, bir yilga bor ekan, ham siz shu yilg'aga kunina 5 tapqir kirib yuvinib chiqasiz ekan, sizning taningizda biror pishroq tuzon asari qolurmi degach, sahobalar: ey Rasululloh, albatta qolmas. Yani 5 tapqir yuvinsang sening tanda bizning tanimizda bir nindi tuzon asarida, pishroq asarida qolmaydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Mana kunina 5 vaqt namoz o'qi, adam bolaning gunohlarini mana shulay yuva ekan. Agarda ular zo'r gunohlardan tiyilsalar, zo'r gunohlardan tiyilmay ekan, u gunohlar kechirilmaydi. Chunki zo'r gunoh bortik tavba oshag'ina kechiriladi. Shunday mana shu islom bag'onalarining bizim 5 bag'onadan turadi. Mana shular Alloh taolo qarshisida eng zo'r, eng buyuk bo'lgan amallar. Ramazon oyida roza tutush, zakat sadaqasini beruv, buldira olasan ekan xosh qilib, mana shu Alloh taolo qarshisida eng zo'r bo'lgan ibodatlar. Shunday Alloh subhanahu va taolo bizga adam bolalarına mana shu jamiyatda tegizlik, tuzuklik, durustlik bo'lsin uchun kishilar orasidagi munosabatlarni da amr etadi, durust ettirib olib boradi. Ham kishilar orasida eng zo'r munosabatimiz bizning albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'ng u ati-anilarimizga qaratadi. Ati-anilarimizga uf deb aytmangiz dedi. Ati-anini tinglav. Hatto ular imonsiz, mushrik, kafir bo'lsalar da biz ati-anilarimizni hurmat etirga tegishmiz, yaratirga tegishmiz. Lekin gunohli ishlarda ularga bo'ysunmasga tegishmiz. Ammo lekin ularga shu dunyoda butun yaxshilikni qilirga tegishmiz. Hatto ular imonsiz bo'lsalar da. Agarda endi ular iymonli bo'lar ekan, bu ishratda endi biz ati-anilarimizni tug'ni ishik aytmoqchi, qo'ldagina ko'tarib yurishga tegishmiz.
Yani şunun haklı alanın hürmeti zor. Şunlar er bilen hatın kız arasında bulgan muamele, er özünün hatına karata bulgan haklarını qaytarıga tiyir. Hatın kız özünün erine bulgan haklarını qaytarıga tiyir. Hem de kurşilerine, konaklarga, bular bütünüsü işte ikensin, işteki kişilerge, ukuda ikensin, ukudagi kişilerge, mine bütün cemiyet üstünde bulgan münasebetlerini de Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala emir etip koydu. Hem bu da gıybedet. Bu da Allah subhanahu wa ta'ala gıybedet kılır. Şuna göre hürmetli cemaat o gıybedet kılır diyen söz aslında Allah Teala bizni şu dünyaya bar etken gıybedet kılır işin. Lakin gıybedet kılır ol meşitte yatığına diyen söz değil. Gıybedet kılır ol özünün turmuşunu Allah subhanahu wa ta'ala kuşkança alıp barır. Hem koy bir kişiler hatalanırga mümkün. Men bir başkalarga naşarlık işlemeyin demek mi gıybedet kılam deyip. Sen bir yaktan gıybedet kılsan, ikinci yaktan bilsin Rabbına buysunmuysan. Allah Teala kuşkan narsalarını işlemesin. Allah duygan narsalardan tıyılmıyorsun. Demek sen bu yaktan kimçilik kılasın. Şunlar eğer de kişi misal için farzlarını öteyken, lakin kişiler arasında muamelesi naşar iken, ol farzlarını ötey, lakin ikinci bulgan farzlarını, etiyenisine misal için iyilik ko'rsatib, tuğanlarına yaxshilik ishlav, tuğanchilik jipsillarini nig'itib, kursilarına, qonaqlarına qarata ihtiram, bunu ham boshqa mana shu narsalarni o'tamikan, demak bu da zo'r kimchilik. Demak, hurmatli jamoat, Allah subhanahu wa ta'ala bizni şu dünyaya yaratgan gıybedet kılır için hem gıybedet degan sözning şu terminning deb aytik ma'nosi bitki. Ul Allah Teala'nın emirlerin o'tav, ul qilgan narsalardan tiyilib. Hem Kur'an-ı Kerim'de, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde şu bütün bulgan tür gıybedetlerini Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala hem onun ilgisi anlatıp bireler. Bizge onu alıp okurga, öğrenirge, bilmegen narsaları bizning so'rag'lig'idan qolar. Hem bu işlerini her bir kişi bildira olar. Allah subhanahu wa ta'ala bizge Kur'an-ı Kerim'de aytadi, men sizge siz ko'tara olmay turgan narsalarni emir etmedim deydi. Allah subhanahu wa ta'ala narsa emir etgan ekan, bütün kişi shuni ishlaydi. Hem kişi şu narsalarni o'tasa, Rabbisine gıybedet kılsa, hürmetli cemaat, Allah subhanahu wa ta'ala onun dünyasında ahiretinde 10 itaşak. Mena bir adım yasasanız men sizga 10 adım yasarmın dedi. Yani ko'pmi biz Allah Teala'ga yaqin bo'lamiz ekan, Allah Teala da bizga shunun qadar yaqin bo'lar. Hem ko'pmi biz Allohdan yarag'aysak, Allah da bizdan yaraq bo'lar. Agar da Allah Teala bizga yaqin bo'lar ekan, bu eng zo'r ne'matning birisi. Demak, u bizning duolarimizga javob berishak, bizga yordam etishak, bizga buluşashak, bizga ham shu dunyoni qoldirib ketgach, jannatni da nasib etishak. Allah Teala'dan yiroq bo'lsak, Allah saqlasin. Bizning dunyomizda da o'ngishsizlik kutashak. Dunyomizning lazzatini da topa olmayashakmiz. Rahatini da bilmayashakmiz. Ham eng qo'rqinchli oxiratda jahannam o'ti kutashak odam bolasini. Agarda u Robbisi Allah subhanahu va taolaga bo'ysunmishi, uning qo'shqanlarini o'tamishi, qilganlardan tiyilmishi yashaykan. Shunga ko'ra har bir kishi odam bolasi o'ylansin, fikrlasin. Ne için o kilgan? Ne için yaşayıp? Hem koyda o kita. Ninci amel bilen o Rabbisini karşılıyor. Ninci amel bilen o şu dünyasını tamamlıyor. Her bir kişi uylanırga hem fikirlerge hem elbette indi cevabını ezir bulgan, Allah Teala ezirlep koygan sözlerinden tabırga hem izlerge deyir. Şimdi Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizlerini, barşalarımızını da ona gıybedet kılışlardan kılıp, onu birlevşi, onu bir dip tanışı haqiqiy musulmonlardan qilib, qilgan izgiliklarimizni qabul etib, xato gunohlarimizni kechirsin, hamda o'zimizning turmushimizni ona g'iybadat qiluvda olib borga nasib etsin, muyassar qilsin. Aqulu qawli hadha va astaghfirullah li va lakum. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hem de indi cemaat bir Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga gıybedet kılır, onu birlev, onu bir dip tanı, o kişinin şu dünyada bulgan maksatı. Ne için? Zalike bi enne Allah huvel hak. Bu Allah Teala Kur'an'da cevabını eder. Bu çünkü Allah o haktır. Allah ul hak. Yani ul bar, ul bir, ul hak. Hem Allah subhanahu wa ta'ala hak bulgaç, onun etken sözleri de hak.
Demek kıyamet günü de hak, cennet de hak, cehennem de hak. Hem kıyamet günde bulgan bütün mene şu mahşer, korkunuş da hak. Bunlar bütün üstünü dürüstlük. Tileysin mi sen, tilemisin mi? Şanasın mı sen, şanmısın mı? Bu hak. Yani başka nesiller, başka ilahlar. Onlar hak değil. Onlar batıldır. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'deydi. Başka nerseni Allah üstün derecesine kotarır. O dürüst değil. O batıldır. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'deydi. Sonra Allah Teala bütün kişilerge müracaat edip Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumul-lezî halakakum vellezîne min qablikum leallekum tettekûn. Bakara suresinde Allah Teala'nın en birinci emri kişilerge yangırıyor. En birinci emri Allah Teala'nın. Onda olsa ey kişiler bana göre Iraklarda, hatun kızlarda dünyada bulunan bütün millet de şu sözler aslında göre, kişiler sözü aslında göre. Qara tenli mi, ak tenli mi, sarı tenli mi, kızıl tenli mi, Irak mı ol, hatun kız mı ol, zor derecedeki kişi mi ol, padişah mı ol, yaysa gadi bir işçi mi, yaysa hatta kul mu? Bütün şu kişi sözü aslında göre. Hem Allah subhanahu wa ta'ala bütün dünyada bulunan kişilerge müracaat edip indeşe alarda ite ey kişiler gıybedet kılınız o'zingizning Rabbingiz Allah Teala'ga Rabbingizga nima Allah Teala'ga ellezî halakakum qaysi sizni bor etdi vellezîne min qablikum ham sizga qadar bo'lgan kişilerni kim bor etdi mana şul Allah'a gıybedet kılınız dedi. Hem şu dünyada Allah Teala'ga ishongan kişiden sorasan seni kim bor etdi dedi. Nindigina millet kişisi bulmasın, nindigina din ehlinden bulmasın, ol aytacak kim dedi? Allah Teala dedi. Kim seni bor etdi desen, ol ayta Allah Teala bor etdi. Şuna göre bor etdi. Bir Allah'a gına gıybedet kılırga kerak. Başka narsalarga gıybedet kılası tugul. Bir Allah Teala'ga gıybedet kılıp, Müslüman bulup, ana gına topulup, ana gına buysulup, onun kuşkanları bu işe yaşarga tiyişli. Leallekum tettekun tahqiqsiz takvalardan bulursiz deyip Allah Teala ayta. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Hem Allah Teala'ga gıybedet kılıp, o belgili bir saatlerde, günlerde gene tügül. Ölüm kelgençe biz Rabbimizga buysunarga tiyişli. Allah Teala'ga gıybedet kıl, hatta sana ölüm kelgençege kadar dedi. Ölüm kelgençege kadar sen Rabbim Allah Teala'ga gıybedet kılırga tiyişli. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deyip namaz sayın, rikaat sayın biz indeşebiz Allah Teala'ga. Allah Teala'dan söyleşebiz mana şu sözlerini aytib, sana gına gıybedet kılabız. Bartik sana gına. Başka birey birge de gıybedet kılmayız. Ve iyyâke nesta'in hem bartik senden gına yardım soruyoruz. Bu bit onun sözler uylanıp qarasak biz özümüzni bir Allah Teala'ga gına gıybedet kılabız ekenligimiz turunda aytamiz. Şuna ko'ra endi Allah subhanahu wa ta'ala bizni şu Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizni bor etgan, ham bizga qadar bo'lgan barcha kishilarni bor etuvchi bir Allah Teala'ga gına gıybedet kılışlar cümlesinden kılsın. Özümüzni de, tuğanlarımızını da, duru yolda bulmagan barcha kishilarni de Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala hak yolga koşup, hak yoldan boruşlardan kılsın. Endi Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala adashuvchi bandalarga duru yolni ko'rsatsin. Duru yolda buluşlarga Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala aniqlik bersin. Allah subhanahu wa ta'ala avru kardeşlerimizge şifa berip, vafat bo'lgan qardoshlarimizni Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala kechirib, o'rinlarini jannatda qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala og'irlikda, qayg'uda, hasratda bo'lishi borliq musulmon qardoshlarımizga yordam etib, bo'lishib, shu og'irliklaridan, shu qayg'u hasratlaridan shig'ul yo'lini yengillatsin Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala o'zi yordamlarini bersin. Allah subhanahu wa ta'ala barcha musulmon illarına da tinchlik, tegizlik berib, o'zining yordamidan tashlamasin, yordamidan qoldirmasin. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala ajatlerde, buruşlarda buluşlarının şu ajatlerinden, buruşlarından kutulurga nasip ve müyesser kılsın. Hem Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala meşitlerge, medreselerge, fakirlerge, miskinlerge, muhtaçlarga, yardım etuşilerge ecir saatlerini nasip etip, boylıklarına bereket versin, gayrilerine tegizlik versin. Şulak meşitimizge, yardım etuşilerge, sadaka veruşilerge Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala şu kılgan izgiliklerin kabullardan eylep, nindi tilak bilan bera turgan bo'lsalar, nindi tilak bilan yordam eta turgan bo'lsalar, tilaklarni erishtir Rabbim. Ham ularning shu turmushda bo'lgan, shu turmushda da hallarini yaxshi etib, qilgan izgiliklarini qabul etib,
hak yoldan barışlardan kıl. Hem Allah subhanahu ve teala alarının vafat bulgan müminlerden kitken yakınlarının tuğanlarına da eriştirip kabirlerini nurlu hem kılıp orunları cennette kılsın, orunları rahatta kılsın. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala kabullardan eylesin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين آمين اللهم انصر من نصر الدين آمين اللهم انصر من نصر الدين آمين واخذل من خذل الدين آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله كثيرا